Birinchi marta o'ziga kelayotgan bo'lsangiz, aslo qo'rqmang. Keling, klinikamizga kirganingizdan to xulosani qo'lingizga olguningizgacha bo'lgan hammasi qanday bo'lishini ko'rsataman. Ketdik, yuring. Avval registraturada ro'yxatdan o'tasiz. Homiladorlik muddatingizni, oldingi tekshiruvlaringizni so'raymiz. Shuning uchun eski xulosalaringiz bo'lsa, o'zingiz bilan oling. Kabinetda sizni joylashtiramiz. Homila o'zisida qorin ochiladi. Maxsus gel surtiladi. U tovush to'lqinini yaxshi o'tkazadi va sovuq emas, iliq bo'ladi. Hech qanday og'riq yo'q. Mutlaqo xavfsiz jarayon. Endi eng muhim qism. Men datchik yordamida bolangizni har tomondan ko'rib chiqaman. Nimalarni tekshiraman? Yurak urishini va tuzilishini, miya, buyrak, jigar va barcha a'zolar rivojini, homila o'lchami va vaznini, yo'ldosh holati va suv miqdorini. Bu 15-20 daqiqa davom etadi. Shoshilmayman, chunki har bir detal muhim. Tekshiruv tugagach men sizga hammasini tushuntiraman. Tibbiy atamalar bilan emas, sodda tilda. Savollaringiz bo'lsa bemalol so'rang va yozma xulosani qo'lingizga beraman. O'zi bu qo'rqadigan narsa emas, bu bolangizni sog'lig'ini o'z vaqtida aniqlash imkonini beradi. Bizda har bir ona o'zini xotirjam his qiladi. Yozilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.